Dadasi yaqinda iPhone 18 ham chiqadi. Yo, Maftun 16 hali ham yangi, 17 olib bermayman baribir. Olib bermaysizmi? Yo'q. Bo'lmasa ketaman. Kiyovuz haydab bordilar, urib haydab bordilar deb aytaman. Bo'l, yura qol, olib beraman. Yura. Olib bering. Oxirgi pulimni olib beraman. Yura qol. Dadasi, mana bu krem juda ham zo'r ekanda. Iltimos. Maftun pul qolmadi. Uyga bozorlik qilaylik. Qornimiz och qolsa shu kremingga qarab o'tirmaymiz-ku. O'tgan hafta qildik-ku produktni. Nima allaysiz? Qarang, lekin hozir ketib qolaman-da. Kiyovuz meni urib so'kib sochimdan tortib deb aytaman. Ma, ana oxirgi pulim. Ma. Rahmat dadasi. Baraka toping. Qolmadi pulim. Olib qo'ygan pulingiz-chi? Yo'q, tegma unga. Bermaysizmi? Bermayman. Aniqmi? Ketasan? Urdi desang ham, so'kdi desang ham, pul yo'q. Yaxshi. Nima qilibsan? Endi men pulim yo'q-ku. O'yjon dadajonga telefon qilaman. Meni olib borib uyimga tashab qo'yinglar. Erim pul bermaydi menga. Ma. Bo'limi? Bering. Alo, kelin. Assalomu alaykum oyijon. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, Ha, bugun uyga osh qilib chaqirmoqchi edim sizlarni. Ha, uyda bo'ladilar. Mana futbolim bor. Voy, rostdanmi? Ha, xafa bo'lasizmi kelmasalar? Bo'lib va'da beryaptilar, mana kelaman deyaptilar. Yo'q, xafa bo'lmayman. Yaxshi keling oyijon, hech narsa kerak emas. bunchalar olovsan, olov. Sen nima balosan, balo.